Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum muhtaram azizlar. Bugun inshaalloh juma mav'izasi suhbatimizning mavzusi bir hadis sharhi deb nomlangan. Bu Imom Doriqutniy rahimahullohdan rivoyat qilingan bir hadis sharif. Inshaalloh qo'ldan kelgancha shu hadisning sharhlari bilan tanishamiz va asosiy maqsadimiz esa bugun muftiy hazratlarining tashabbuslari bilan mana bugun istisqo namozini o'qiymiz. Bu oxirgi marta Alloh alam 10-yil o'qigan edik shekilli. Shu bilan mana 15 yildan keyin yana o'qiyapmiz. O'shanda ham kuzimiz yomg'irsiz keluvdi. Shuni o'quvdik. Inshaalloh ko'p yomg'irlar, qorlar yog'uvdi. Endi bugun ham Xudo xolasa shu namozimizni o'qiymiz va Alloh taolo taborakning dargohidan Xudo xolasa yomg'ir so'raymiz. Bu endi oxirida bo'ladi. Yana yomg'ir so'rash namozini alohida tartiblarini aytib o'tamiz. Ungacha o'zimiz mavzumiz bilan tanishib turamiz. Bu qisqa qilib aytadigan bo'lsak, 2 rakatlik namoz bir xil o'qiladi. Juma qanday o'qilsa shunday o'qiladi. 2 rakat xolos. Imom o'qib beradi, keyin orqasidan duo qilamiz. Farqi shu, duoda 2 rakat namozimiz o'sha 2 rakatu, faqat orqasidan inshaalloh jamoa bo'lib butun hamma O'zbekiston duo qiladi bugun. Xudo xolasa Parvardigor olam qabuliga olsa, Xudo xolasa bir yaxshiliklar bo'ladi. Muhtaram azizlar, payg'ambarimizlar sollallohu alayhi vasallam sunnatlar ichida dinimizning mohiyatini nihoyatda qisqa va lo'nda qilib bayon etgan hadis shariflar mavjud. Bugungi xutbamizda ham ana shunday buyuk hikmatni o'z ichiga olgan hadis shariflardan birining mazmun mohiyatini tanishib o'tamiz. Bu hadis Abu Salaba al-Xushani radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Janob payg'ambarimizlar shunday buyurdilar: "Innalloha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha va hadda hududan fala ta'taduha va harrama ashya'a fala tantahikuha va sakata an ashya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhasu anha." Payg'ambarimizlarning 202 ta ismlari va sifatlarini zikr qiladi kitobda. Shuning ichida faslal xitob degan sifatlari bor. Bu degani javomiyul kalim. Javomiyul kalim degani qisqa lo'nda jumlada ko'p ma'noni, ko'p haqiqatlarni jamlash degani. Payg'ambarimiz uni uzun gapirmasdilar, qisqa lo'nda gapirardilar. Oson va yengil gapirardilar, lekin shuning ichida ko'p ma'no bo'lardi. Mana shu yerda payg'ambarimiz 4 ta jumlani gapirdilar. Shu 4 ta jumla butun dunyo va oxiratni ichiga olgan ekan. Mana o'sha hadisning o'zbekchasi. Albatta, Alloh taolo bir qancha amallarni farz qildi, ularni zoya qilmanglar. Had chegaralarni belgilab qo'ydi, ulardan o'tib ketmanglar. Ba'zi narsalarni harom qildi, ularga yaqinlashmanglar. Va ba'zi narsalarning hukmi haqida unutmagan holda sizlarga rahim qilib sukut qildi, ular ustida bahs, munozara yuritmanglar dedi. Mana shu 4 ta jumlada butun dunyo va oxirat jamlandi hozir. Mana shuni hozir sharhlaymiz inshaalloh. Shariatning asosiy 4 ta mezonini payg'ambarimizlar bitta hadisda ko'rsatdilar. Hadislar ichida dinning asosini o'zida har jihatdan mukammal jamlagan boshqa hadis yo'q. Shuning uchun Abu Bakr ibn As-Sam'ani rahimahulloh kimki shu hadisga amal qilsa, mukammal ajr va savobga erishibdi va muhaqqaq azobdan omonda bo'libdi. Chunki kim farzni ado etsa, harom amallardan saqlansa, shariat belgilagan chegaralarda to'xtasa va o'zidan yashirilgan narsa haqida bahs yurishni tark etsa, u fazilatli amallarning hammasini ado qilibdi. Dinning haqlarini mukammal bajaribdi. Zero shariat ko'rsatmalari shu hadisda zikr qilingan turlardan tashqariga chiqmaydi. Bir Eshonboning hozirgi tilda aytsak shopirida, endi avval aravada yurgan-ki endi Eshonbolar. Ana bo'lmagan Eshonbolarda shu ilmli kishilarda aravakashi bo'lganda, endi otiniga qaraydigan, shu aravasini tuzatib qaraydigan odam bo'lgan. Mashina yo'q zamonlarda. Xo'p, xatmiga o'tadigan bo'lib bir Ramazonda borishibdi. Keyin xatmidan o'tib tugab, kelib turib nimaga saharlikka kirishsa, Eshonbo tahoratni yangilaydi deb chiqib ketsalar, xatmiga o'tib charchaganlar, yangi tahorat bo'laydi. Aravakash Eshonboning o'rinlariga o'tirib, nima savol bo'lsa marhamat aytaveringlar, men javob beraveraman debdi-da. Aravakash. Keyin odamlar bu savollarni bersa javoblar berdi. Keyin Eshonbo kelib qolib, siz qachondan boshlab qachon ilmli bo'lib qoldingiz deb so'rasa, endi
men bilganim shu Muallimi Soniydan boshlansa kitoblar oxir Qur'onga borib to'xtasa, shuning ichidagi hamma kitoblarni men bildimki, yaxshi amallarni qil, yomon amallar to'xta degan ekan, shuni gapirgan ekan shu kitobda. Sizni oldingizda yuraverib tushunganim shu bo'ldi debdi-da. Shuning uchun yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarib o'tiribman bularni deb hazillashgan ekan. Bori ham shu. Mana shu hadis ham xuddi shunday Xudoni farzlarini bajarish, haromlardan uzoqlashish, hadlarda to'xtash va oxirgisi Xudo bizga aytmagan narsalar haqida bahs munozara qilmaslik. Bu shuni oddiy narsa. Bor haqiqat shu o'zi. Ibn Hajar Haytami rahimahulloh aytadilarki, bu hadis Nabiy alayhisolamning qisqa va balog'atli javomiul kalim hadislaridan. Chunki ushbu hadis shariatning barcha qoidalari, hukmlari, odoblarini o'z ichiga olgan deydilar. Endi shu 4 ta ishda bahol qudrat sharhlaymiz. Birinchisi, Alloh taolo bir qancha amallarni farz qildi, uni zoya qilmanglar dedi. Ya'ni Parvardigor olam musulmon bandalarga dinimiz arkoni bo'lgan 5 vaqt namoz, Ramazon oyi ro'zasi, boylarga zakot berish, qodirlarga haj qilishni farz qilishi bilan birga ota-onaga yaxshilik qilish, qarindosh urug'lar bilan silay rahmni uzmaslik, halol kasb kor bilan shug'ullanish, ilm olish, qo'shnilarga, bechora yetim yesirlarga yaxshilik qilish va shu kabi bir qancha amallarni qat'iy buyurgan. Demak, shularni zoya qilmasdan imkon qadar ado etish har bir musulmonga lozim. Ya'ni bu farzlar. Farz deganimiz Xudoning buyrug'i. Bo'ldi, buni Xudoning buyrug'ini bosh ustiga qabul qilamiz va bajaramiz. Birontasi mana o'zimiz qilib yurgan ishlar ham emas mana. Namoz o'qiymiz, roza tutamiz, pul ko'payib ketsa zakot beramiz, yana ko'payib ketsa hajga boramiz, ota-onamizning xizmatlarini qilib duolar olamiz, qarindosh urug'lar bordi keldi qilasiz, halol kasb kor bilan shug'ullanasiz, halol kasb kor egallash uchun esa ilm olasiz. Shu bechora yetim yesirni boshini silaymiz. Har kuni hamisha qilib yurgan ishimiz. Mana shular Xudoning buyruqlari. Shunga Xudo buyurgan. Buni farz deyiladi. Buni zoya qilmanglar deyaptilar payg'ambarimizlar. Muhtaram azizlar, shu Alloh taolo buyurgan eng muhim amallardan biri namoz. Namozning naqadar muhim farz ekani hammaga ma'lum. Shunday ekan mu'min bu ibodatga aslo e'tiborsiz bo'lmasligi lozim. Roza musulmon bandani ixlosga, taqvoga, husn xulqqa o'rgatadigan muhim farz. Qolaversa Alloh taologa eng mahbub amal ham aynan roza ibodatidir. Roza ibodatidir. Zakot amalining fazilati ham haqida ham ko'plab oyat va hadislarda bayon etilgan. Hatto inson o'lim vaqti yaqinlashganda zakot va sadaqalarning savobi naqadar ulug' ekanini ko'rib, yana dunyoga qaytib kelib ko'p sadaqa qilishni orzu qilar ekan. Munofiqun surasining 10-oyatida Alloh taolo shunday buyuradi: Sizlarning har biringizga o'lim kelganda, ey Robbim, meni ozgina tirik qoldirsang-chi, men sadaqa qilib solih bandalardan bo'lsam deb qolishidan ilgari biz sizlarga rizq qilib bergan narsalardan ehson qilinglar deydi. Ya'ni sadaqani Xudo yo'lida berilgan ehsonning savobini, kattaligini ko'rganda namoz o'qib olayin, hajga borib olayin demayapti. O'lim kelgan, o'lim hozir bo'lgan kishi sadaqa qilib olayin deyapti va solihlardan bo'layin deb aytdilar. Qolgan farzlar ham xuddi shunday. Lekin eng ulug' farz dinimizda namoz hisoblanadi. Chunki namozni 82 ta oyatda buyurgan. Zakotni 34 oyatda buyurgan. Qolgan hammasi bittadan. Xudoning buyruqlari bitta keladi, bo'ldi. Xudoning gapi bitta bo'lsa ham gap o'zgarmaydi. Lekin 82 marta buyurgani o'ta muhimligidan. Bori ham shu. Eng ulug' amal ham namoz, dinimizda eng og'ir amal ham namoz. Har kuni o'qish kerak, hech qachon soqit bo'lmaydi, umrbod o'qiladi. O'qilmasa o'qib beriladi. Boshqa yo'li yo'q. Shuning uchun ham savobi katta, ham mas'uliyati katta. Shuning uchun qiyomatda birinchi so'raladigan amal Alloh taolaning roziligini topishga. Bir yigit payg'ambarimizlarga xizmat qilish himmati paydo bo'ldi bir yigitda. Keyin u yigit o'ylab turib aytdiki, dunyo hayoti qanday bo'lsa-da o'tar ekan. Endi men payg'ambarimizlar o'tib ketmaslaridan oldin xizmatlarini qilib duolarini olay dedi. Shunday oliy bir himmat paydo bo'ldi yigitda. Mana shunday yoshlar bor edi-da payg'ambarimiz zamonlarida. Keyin keldida Rasulullohga xizmat taklif qildi. Yo Rasululloh, men siz xizmatingizni qilsam, duongizni olsam, men nimaiki xizmat bo'lsa menga buyuravering dedi.
payg'ambarimizning oliy xulqlari biror kishi xizmat qilay deb taklif qilsa hech qaytarmasdilar. Ha, ko'ngilga tegmaslik yoki u ham savob qozonsin degan maqsadda qabul qilardilar. Bo'lmasa xodimlari ko'p edi, shu yigitni ham qabul qildilar. U yigit nima qilardi? Xo'p dedilar, shu yerda yuravering dedilar. Hamma xizmatlarini qilardi. O'yladiki, kechasi-chi dedi. Kechasi uyga ketib qolardi. Kechasi ham men eshiklarda yotaman payg'ambarning. Kechasi ham bir narsa kerak bo'lib qolishi mumkin-ku deb mana shunaqa sadoqat bilan xizmat qildi. Payg'ambarimiz ham rosa xursand bo'ldilar shu yigitdan. Bir kun aytdilarki, "Bolam" dedilar, "juda yaxshi xizmat qilyapsan. Men sening haqqingga bir duo qilay" dedilar. "Nima? Xudodan tilaging bor, ayt" dedilar. "So'rab beraman" dedilar. Mana qarang qanday baxtli odamlar, ha? Payg'ambarimizdan duo qilaman desalar, u yigit o'ylayapti. Nima so'rasam ekan? Boy bo'lib ketsam, katta ehsonlarni qilsam, hajlarga borsam deb xayoliga keldi birinchi. To'xta dedi. Men o'zi dunyo deb kelmaganman-ku Rasulullohning eshiklariga. Dunyoni so'rasam bo'lmaydi deb o'ylanib qoldi-da. "Ya Rasululloh, o'ylab ko'rsam maylimi?" dedilar. "Xo'p, mayli, o'ylab ket" dedilar. O yigit ketdi. Bir vaqtdan keyin keldi. "Ya Rasululloh, men duo qiling" dedi. "Xo'p, nima duo qilay" dedilar. "Jannatda siz yoningizda bo'lsam" dedi. Mana shundan o'zi oliy niyat yo'q. Men o'zi boshqa niyatda kelmagan-ku shu yigit ham o'zi. Payg'ambarimizdan xizmatlarini qilay, duolarini olay deb kelgan. O'yladiki, dunyodagi yonlardaman dedi. Oxiratda ham yonlarda bo'lishim kerak deb turib, eng yaxshi martaba shu zotda bo'ladi deb so'rovdilar. Payg'ambarimizlar aytdilarki, "Boshqa narsa so'rasang-chi" dedilar. Mana ko'rdingizmi ki juda oliy narsa so'ravardi u yigit. Payg'ambarlar martabasiga oddiy bandaning martabasi teng bo'lmaydi-ku qiyomatda albatta. Uzr. Shunday devdilar payg'ambarimizlar takliflariga bu yigit ko'nmadi. "Yo'q ya Rasul, meni boshqa dardim yo'q" dedi. "Na dunyoda dardim bor, na oxiratda dardim bor. Men siz bo'lsangiz bo'ldi" dedi menga dedi. Shunday qalbiga payg'ambarimiz muhabbatlari to'lib turgan ekanda, shunda payg'ambarimizlar "Xo'p" dedilar. "Men duo qilaman, ammo sen menga sajdalarni ko'paytirishga yordam qil" dedilar. Ya'ni ko'p namoz o'qi dedilar. Ko'rdingizmi? Ko'p namoz, nafillarni o'qi. Ko'p sajdalarni ko'paytirish bilan menga yordam qil dedilar. Bo'ldi, meni yonimda bo'lasan deb duo qilavermadilar. Ha, ko'rdingizmi? Payg'ambarimiz bilan birga bo'lishga sabab bo'lgan amal nima ekan? Ko'p namoz o'qish ekan. Shuning uchun azizlarimiz mana shunaqa nafil namozlarni ko'p o'qishgan. O'rta Osiyodan ko'p avliyo chiqishining sababi ham o'sha payg'ambarimiz sunnatlarini qattiq ushlagan. O'sha sunnatlaricha ko'p namoz o'qish borda, mana tahajjud o'qiladi, kun chiqqanda ishroq o'qishgan ota-bobolarimiz, zuho namozini o'qishgan, asrdan oldin 4 rakat sunnat o'qishgan, shomdan keyin 6 rakat avvobin namozini o'qishgan, yotishdan oldin o'qishgan, har tahorat qilganda tahorat shukri degan namoz o'qishgan, shukr vuzu degan. Yotishdan oldin yana uxlash uchun alohida, uyqu uchun alohida 2 rakat namoz o'qishgan, safarga chiqqanda 2 rakat o'qishgan, qaytganda o'qishgan. Mana bugungi oy tutilsa, quyosh tutilsa alohida namoz o'qishgan. Mana bugungi namozimiz ham yomg'ir so'rash namozi. Yomg'ir yog'may qolsa, unga ham namoz o'qishgan. Demak, musulmon banda nimaiki holatida Xudoga duo qilmoqchi bo'lsa, namoz bilan duo qilish kerak ekanda. Shuning uchun namoz ko'p o'qishgan. Mana payg'ambarimizga ham nima dedilar? Boya yigitga, "Men bilan birga bo'lishni yaxshi ko'rsang, ko'proq namoz o'qi" dedilar. Bu 5 vaqt namoz o'qiydi albatta. 5 vaqtdan tashqari nafillarni ko'paytir dedilar, ha. Endi hadisdagi ikkinchi qismi had chegaralarni belgilab berdi, ularni o'tib ketmanglar dedilar. Ya'ni ushbu farz amallarni ado etishda va boshqa amallarni bajarishda haddan oshmaslik, belgilangan chegaradan chiqmaslik lozim. Ma'lumki dinimiz mo'tadil din. Mo'tadil degani haddan oshmaslik va sustkashlikka yo'l qo'ymaslikning o'rtasi degani. Diniy iborada aytsak, ifrot va tafritning o'rtasi. Arablarda bir hikmat bor. Ishlarning eng afzali o'rtachasidir deydi. O'rta degani dinimiz belgilab bergan had, hududning ichini aytiladi. Xususan e'tiqodda g'uluvga ketmaslik, dinimiz tamoyil bo'lgan mo'tadillik o'rtalik talablaridandir. G'uluv deb nimani aytamiz? Chuqur ketish. Ana birov ko'p namoz o'qiyorsa chuqur ketgan bo'lmaydi. Chuqur ketish deb diniy ta'limotni talqin qilishda haddan oshish va dinda talab etilmagan narsalarni o'ta qattiqlik bilan bajarish yoki e'tiqodga kiritish. Dinda talab qilinmagan ish bor.
Shu qattiq, mana hozir namoz o'qish dedik-a. Bo'ldi, hamma shu namoz o'qish kerak. Unaqa ketmaydi. Beshoq namoz Xudo buyurgan, beshoq namoz o'qidikmi, u yo'q ixtiyorli. Boyagidek oxiratda katta natijaga erishishim kerak deganlarga mana ko'proq namoz o'qiyversin. Bemalol. Ixtiyor. Lekin shuni hamma o'qish kerak. Bu o'qimasa bo'lmaydi deb dinda yo'q narsani dinda talab qilingan amal deb aytish, shuni e'tiqod qilish chuqur ketish deyiladi. Tariximizda ko'p buzilgan toifalar mo'min musulmonlarni kofirga chiqarishgacha borgan e'tiqodlarni oldinga surishgan. Mana shu g'uluning natijasi. Muhtaram azizlar, dinimizda ibodatga berilib dunyodan yuz o'girishni, dunyoga berilib toat ibodat yuz o'girishni qaytaradi. Inson din va dunyo ishlarini barobar olib borishi zarur. Hammamizga ma'lum bo'lgan Naqshbandiy ta'limotida dil bayor va dasbakor, qo'ling mehnatda, diling Allohda bo'lsin degan oliyjanob naql ham hayotiy g'oyalarni ilgari surgan. Har bir ota farzandiga vatan, el, yurt taraqqiyoti uchun kerak bo'lgan hunar va ilmlarni o'rgatishi lozim. Farzandlarni maktab, kollej, oliygohlarda o'qitish orqali barcha foydali ilm, hunarlarni ta'lim berish kerak. Bu borada davlat rahbarining tashabbuslarini ham alohida e'tiborga loyiq. Qadrli ota-onalar, farzandlarga jamiyat uchun foydali bo'lgan zamonaviy ilmlarni o'rgataylik. Zero Hazrat Ali radhiyallohu anhu farzandlaringizga o'z zamonasi ilmini o'rgatinglar, chunki ular o'sha zamon uchun yaratilgan. Ya'ni kelajakda kerak bo'ladigan kasb-korlarni o'rgatish kerak. Hozir bor bo'lib turganlarni emas. Kelajak qayoqqa qarab ketyapti? Mana masalan hozir axborot texnologiyalari mana shu yoqqa qarab ketyapti yo'nalish. Shunaqangi yutuqli kasb-korlarni o'rgatish kerak. Hurmatli azizlar, haddan oshmaslikning yana bitta ko'rinishi amallarni ixlos bilan xolis Alloh uchun ado etish. Ammo riyo uchun, odamlarga ko'z-ko'z qilish uchun amal qilsa yoki qiladigan xayri ihsonini haromdan topib haromga sarf qilsa, bunday amallar qabul bo'lmaydi. Alloh taolo o'zini tanish va jamiyatga foyda keltirish uchun ilm olishni farz qilgan. Lekin kimdir ilmni odamlar orasida faxrlanish uchun, boshqalarni kamsitish uchun yoki faqat dunyo topish uchun ta'lim oladi. Natijada olgan ilmi unga oxiratda najot keltirmaydi. Payg'ambarimizlar kim ilmni ulamolar bilan birga yurish, aqlsizlar bilan tortishish, odamlarning nazarini o'ziga qaratishni o'rgansa, Alloh taolo uni do'zaxga kiritadi deydi. Ilm olishdan, kasb hunar qilishdan, bir mehnat faoliyati bilan shug'ullanishdan maqsad Allohning xalqiga, Allohning bandalariga xizmat qilay, og'irlarni yengil qilay degan niyatda bo'lish kerak. Ko'p pul topayin, boy bo'lib ketayin degan niyat bo'lmaydi u. Yoki men shu hurmatli bo'layin, hamma meni ko'rsa egilib tursin, salom bersin desa, Allohu akbar. Ana amaldagi savoblar ham ketdi, natija ham faqat dunyoga tegishli bo'ladi, oxiratda hech narsa yo'q. Lekin boyagi niyatda bo'lsa-chi, men shu Allohning bandalarini og'irini yengil qilay, halol mehnat qilib halol pul topay, birovga muhtoj bo'lmay, ota-onamning xizmatini qilay, vatanga foydam tegsin, jamiyatga foydam tegsin desa, ham pul topadi, ham savob topadi, dunyosi ham oxirati ham obod bo'ladi. Boyagi odam desa, dunyoda ehtimol natija ko'rish mumkin, aksariyat hollarda natija ko'rmaydi, ammo oxirat aniq yo'q bo'ladi. Shuning uchun mana shunday yaxshi niyatlar bilan shu haddilarda turish deganda mana shu ham bor. Har bir amalni xolis Alloh uchun qilish. 3-hadisning 3-qismi ba'zi narsalarni harom qilib unga yaqinlashmanglar deydi. Dinimizda ko'p ishlar harom qilingan, ba'zi ishlar, masalan, shirk, Xudoni ikkita deyish, yo Xudoni qo'yib boshqaga ibodat qilish, yo Xudoni qo'yib boshqadan so'rash. Hamma narsani so'rasak Xudodan so'rashimiz kerak, e'tiqod qilsak Xudoga e'tiqod qilishimiz kerak, egilsak Xudoga egilishimiz kerak. Bo'ldi. Dinimiz kelishi bilan bandaning bandaga ibodat qilishi, bandani bandaga egilishidan to'xtatdi. Egilish ham, ibodat ham, topinish ham, sig'inish ham faqat Xudoga bo'ldi. Mana shu asos. Keyingisi zino, mast qiluvchi ichimliklar iste'mol qilish, ota-onaga oq bo'lish, odam o'ldirish, sehr,
va folbinlik bilan shug'ullanish kabi katta gunohlar mana shu haromlar jumlasidandir. Harom qilingan narsalar hammaga ma'lum va ularni qilish og'ir gunoh ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. Lekin ushbu hadisda payg'ambarimizlar nafaqat ularni qilish, hatto ularga yaqinlashish ham mumkin emasligini ta'kidlayaptilar. Alloh taolo ba'zi narsalar harom qildi, unga yaqinlashmanglar deyaptilar. Iloji boricha harakat qilinglar, shuni qilmaslikka demayaptilar. Qatiyan musulmon odam harom ishdan ko'z yumadi, uzoq yuradi, yaqinlashmaydi shunga. Demak, insonning dini, obro'si, el yurt oldidagi hurmat e'tiborining saqlanishi asosan haromlardan hazar qilish degan. To'rtinchisi, hadisning 4-qismi ba'zi narsalarning hukmi haqida unutmagan holda sizlarga rahim qilib sukut qildi. Ular ustida bahs, munozara qilmanglar. Ya'ni dinimiz yengil din. Hamma narsani haromga chiqarib tashlamagan. Hamma narsani taqiqlab tashlamagan. Balki insonlarda mashaqqat tug'ilmasligi uchun juda ko'p narsalarning hukmi haqida sukut qilgan dinimiz. Haromlarni ochiq aytgan, halollarni ochiq aytgan, o'rtasida qolgan narsalar ham bor. Ana shuning uchun biz o'sha bayon qilinmagan narsalar to'g'risida o'zimizni qiynab, bilib bilmasdan to'g'ri va noto'g'ri gapni gapirib qo'yishdan saqlanishimiz uchun sukut qilingan haqida gap savol bermasligimiz, munozara etmasligimiz kerak. Muhtaram azizlar, ushbu hadis bizning dinimizning mukammalligini, shariatning yengilligini, adolat tamoyillariga asoslanganligini ko'rsatib beradi. Bizdan talab qilingani farzlarni ado etish, haromdan tiyilish, amallardagi islom belgilagan chegaralarni hurmat qilish, dinda o'zimizga ortiqcha yuk orttirmaslikdir. Shunda Allohning roziligiga erishishimiz mumkin. Ha azizlar, bizdan dinimiz tomonidan talab qilingan amallarni ado etish, man qilinganlarni saqlanish, shar'iy chegaralarda turish bizni jannatga olib borish amallaridir. Barchamiz mana shu ilohiy ko'rsatmalarga amal qilaylik, ushbu mukofotlarga loyiq bo'laylik. Inshaalloh Alloh o'zi qabul qilsin.